Sizlar bilan yana men Herobrine. O'tgan safar lav yo'q deb adashibman, lava bor ekan. Agar juda ko'p bo'lsa portalni qurib boramiz. Hozir resurslar kam ekan. Javob shitda. Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga do'stlar, o'tgan videoda bo'la olmadim. Sabablari bor edi. Mana bu videoda qo'shildim. Endi hozir ozgina tosh yig'ib haligi joyga boramiz. Temirni topish kerak. Hozir javob o'sha taraflardan keladi. Voy ay. Men qishloqni ko'rdim. Mana qishloqda ovqatlar yo'q ekan, mabodo. Bo'lsa bordir. Bitta non ko'rdim. Yarim qadam bilan yuribman-da. Yana tosh kerak bizga. Mana temir to'yganimizdan keyin qancha bo'ladi? Bitta kirka yasaymiz yana. Chunki olmos olgan temir kirka kerak. Oltin olgan ham temir kirka kerak bo'ladi. Hozir bizga toshli kirka kerak temirni olish uchun. Qaytarib yo'q. Enderman qaytdi ekan-a? Bemalol uraveraman. Meni qarang. Ko'rdim, mana hajab kelibdi. Yana boshqa joyga qo'ydim. Do'stlar, qandaydir omadsiz kun u. O'tgan safar ham 2 marta o'ldim. Qandayligini tushungandirsizlar. Ana keldi. Ko'rdim men. Kel. Qansan kel. Nima bu kim yaptı? Ya. Üçgen qarab qo'yamiz. Barchni uramiz. Qishloqdagi bitta devaga bor. Men kim yaptı? Bittasini çok ko'z tushsa. Ya. Hozir 3 ta enderman bormi shunda? Ke. Voy. Hop. Endi men ham tez kelsa ekan. Ot ko'z tushsana. Hoş.
O'tgan safargi Qishloqda galerni Pat. o'ldirarem. Kuching yetsa o'ldir. Tek o'tiramasam o'lib qolayotganmiz. Tovuq go'shti bor, uni pishirish kerak. Shuni bekka. Tosh kerak bo'ladi. Hech tushayotganga o'xshayapti. Temir top kelishimiz kerak. Tak. Bitta ko'rdik temir tozib yo'q. Divan topolmayapti. Bor divan. Spanner bor ekan, o'rgimchakda. Jim turib hozir o'lib qolsang. Mash deydi. Voy. Tadivaga bosib qo'yib bera. O. Temir. Yuho ekan. Hop. Chiqamiz shekka. Spannerni qo'libda bo'ldi. O, iu. Burada po'riqlarda o'ladi. Po'riqlarda o't. Menda qog'oz yo'q-da. O'sha qog'ozlarim ham o'sha o'lganimdan so'ng yo'qib ketgan. Bombasi mana. To'xta. Kech tushyapti shekilga. Uchta ekan, yetadi bizga. Yo'q, uchtadan ham ko'p ekan. 5 ta. 5 ta. O'zingizga bitta qilich qiladi va so'rasakanda. Yoki ikkalamizga qalqon. Qilich kerak emas. Qalqon lekin yaxshi sashnik bo'ladi. Tezroq ketish kerak endi. Hozircha bu yerda 2 ta bomba bor. Kech tushyapti. Hoppa. Tezroq uydagi nonlarni yeyish kerak. Kuch qolmadi yugurish uchun. Yugurish uchun kuch kerak. Ketdik aka. Mana og'ib edik. Sitildirdi, golem uraverdi. Bilmasam, Uxladingizmi? hozir uxlayman. Bo'ldi. Osh. Bitta versiya Do'stlar, kerak aka. o'tgan safargi kino haqida gaplashib o'tirdik. Kino yaxshi bo'ldi, lekin men unaqa quvnoq kino bo'ladi deb o'ylamadim. Bunday og'ir bosiq kino bo'ladi deb o'yladim. Lekin adashgan ekanman. 3 ta dinamit yasadim. Dinamit tasha menga. Qarang, qarang. Qani? Tushdi menga. Osh. Bizga pechka kerak. O'lmasdan oldin menda bor edi. Menda ham bor. Men bekka qo'yyapman. Ikkita versakni men qo'yib qo'ying. Osh. Endi pishirish kerak, men tovuqni ham pishirib qo'yaveramiz. Ovqat bo'ladi. Menda 60 ta non bor.
60'da. 60'da Ha. qayerdan olding? Millatda nimalar pichadir bas, bas sabab bor ekan. Qishloqda topganmen. Chop olgan Nazirxo'ja. Bo'ldi, yeymiz buni. Nima kichik ekan lekin rost. Sandiqda ochiqchasi yo'qmi? Cho'lda bo'lganda qaranglar buni ham. Yaxshi e'tibor berman, faqat nonlarga e'tibor beribman. Kayfim kerak bo'ladi. Kitobchilik bor ekan. İşte ochamiz qanday lavashga. Hop. İyi lavan cho'ktirib yuboryapti bu. Buni umid yo'q ekan, lekin sandig'ini to'sh kerak. Agar sandiqni yondirgich bo'lsa, bombani portlatib kirib yerda ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu oltinni olsak, shu oltin olma qo'limizda bo'ladi. Temirni pishiraman. Oltinni olaman keyin. Biroq bizda olma yo'q, qishloqda bo'lish kerak. Sabay so'raymi? Nima? Kamon o'qing bormi? Yo'q, endi u qolaversa. Voy. Do'stlar, men 12-minutam o'tdi. Mana bu yerda joy bor ekan. Ism qo'ygich oltin. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Nima bor ekan? Yana kesh tushyaptimi? Hop do'stlar, mana ikkinchi qismimiz yakuniga yetib boryapti. 3-chi qism deganim to'g'ri. Uncha katta qishloq emas ekan, lekin yaxshigina foyda oldik. Mana galem. Qari. Bugun shu galemni o'ldirgan kunimiz bo'ladi. Qari. Men o'ldirmoqchi edim, aka sizda temir ko'pmi? Jim turibdi. Akangga temir ko'proq kerak. Menimcha bu yerda ham bitta quvashimiz kerak. Men bu qishloqda men tug'dim. Lekin pichalarni barisini sevmayapman-ku. Men talashmasdan o'ynayapman. Az bir so'rashdi. Yet. Qanaqasiga tushirib yubordi hozir. Yana nohaqlik bo'lyapti-yu, ha? O'tgan safargidek o'lib qolmasam bo'ldi endi. Galim quvlayapti, qochdim men. Shu payt qo'lda bitta blogam bo'lmaydi-da. Shu oldik. Galim qanaqa tusharkan-a? Bizga qarayapti. 3 dona blok olamiz-da, tek joyga quramiz bu safar. Men 3 ta blok qurdim, yana sakrab turib uryapti-da. Jonda ham normalni oldi, lekin bu yerlar tekislik bo'lsa, plus hozir xayrlashamiz do'stlar. Video tugash joyida men galemni o'zim yengib qo'ya olaman. Xayr do'stlar.